Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun 17-iyul kuni birinchi smenada tushgan asosiy matematika savollarining tahlilini ko'rib chiqamiz. Savollarimiz to'liq emas. Bizga yetib kelgan savollar barchasini yig'dik. 23 ta chiqdi. Shularni tahlilini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda birinchi savol integral, aniq integral. -2 dan -1 gacha x plus 3 ning -4-si x ko'rinishida yozib olamiz va bu daraja bo'yicha integrallanadi. X plus 3 ni -3-si darajaga 1 qo'shamiz va -3 ga bo'lib qo'yamiz. -2 dan -1 gacha. -1 ni qo'yadigan bo'lsak, xo'p, 2 ni -3-si bo'ladi. -1 taqsim 24 degani -2 ni qo'yamiz. 1 -3 bo'ladi. Bu minus bilan plus bo'ladi. 1 taqsim 3 bo'ladi. Endi buni 8 ga ko'paytirib mahraj bersak, 7 taqsim 24 bo'ladi bizada. Oxirgi yechim. Javob. Ikkinchi savolimiz hisoblang. Demak, buni qonuniyati mana bu ikkilar, uchlar ketma-ket kelgan bir xil musbat va manfiy sonlar qisqarib ketadi dedi. 298 299 mana shu joyda bu 299 bo'lishi kerak edi. Demak, bu joyda plus, mana bu joyda minus. Mana oxirgi bo'lib bular qisqarib ketadi. 1 qoladi boshida, qisqarmasdan oxirida -300 qoladi. Bu -299 ga teng. Javob B. Uchinchi savol. Korxonada jami 250 nafar xodim faoliyat ko'rsatadi. Agar ulardan 120 nafar ayol bo'lsa, ayol xodimlar jami ishchilarning necha foizini tashkil qiladi? Xo'sh, demak buni 120 taqsim 250 qilib yozib olsak ham bo'ladi. Mana bular qisqarib ketadi. 12 taqsim 25. Mahrajini 100 ga keltirib olsak osonroq bo'ladi. 4 ko'paytiramiz. 48 taqsim 100 bo'ladi. Demak, bu 48% degani. Bu bizda C javobda. 4-savolimiz ABC'da teng yonli trapetsiyada AB CDga teng 10, u ham BC 8, AD 20 bo'lsa, balandligini toping degan. Demak, yon kesmalar 10 ga teng. Kichik asos 8, katta asos 20. Endi balandlik tushirib olamiz teng yonli trapetsiyada. Balandlik bizda yon tomonda to'g'ri burchakli uchburchak ajratadi va mana bu kesma asoslar ayirmasining yarmiga teng bo'ladi. Ya'ni 6. Endi to'g'ri burchakli uchburchakda bitta katet 6, bitta gipotenuza 10 bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi katetimiz 8 bo'ladi. Bu degani balandlik bizda. Balandlik 8 ga teng. B javobda. 5-savol. Yig'indi qonuniyat bo'yicha mana bu bizda -1 ga teng, bu ham -1, bu ham -1, -1, -1 va bizda savol bo'ladi -1 dan nechta umumiy? 1 dan 100 gacha kelgan sonlar, bular juftligi 50 ta bo'ladi. 50 ta -1 degani -50 degani. C javob. 6-si aniq integralda hisoblang. Quyidagi savolimiz ozgina murakkabroq. Demak, bu savolda birinchi navbatda x ko'paytirilgan. Chegaralarni yozmay turaman, oxirida hisoblaymiz. Birinchi soddalashtirib olsak, daraja pasaytirish formulasidan foydalanamiz. 1 plus kosinus 2x taqsim
2 dx. Endi buni alohida yozib oladigan bo'lsam, integralda x taqsim 2 plus x ko'paytirilgan kosinus 2x taqsim 2 dx bo'ladi. Alohida integral deydigan bo'lsak, x taqsim 2 dx plus integralda 1 taqsim 2 ni integral belgisidan tashqariga olib chiqib olsak ham bo'ladi. X ko'paygan kosinus 2x dx bo'ladi. Ana endi bizda x taqsim 2 dan integral oladigan bo'lsak, x kvadrat taqsim 4 bo'ladi. Plus 1 taqsim 2 mana bu qismdan integral oladigan bo'lsak, buni bo'laklab integrallash usulidan foydalanib hisoblash kerak bo'ladi. Ya'ni mana alohida yozib olaman shu qismini. X ko'paytirilgan kosinus 2x dx. Bizda bo'laklab integrallash formulasi bor edi. Mana u dv integralda bu teng bo'ladi u ko'paytirilgan v minus integralda v du ga. Xo'sh, endi belgilab olamiz. Bizda u nima? Uni x deb belgilab olamiz. dv ni bo'lsa kosinus 2x dx deb belgilab olamiz. Shunda bizda du x dan hosil olishimiz kerak bo'ladi. 1 bo'ladi. Mana dx dedim. V bo'lsa kosinus 2x dan integral olishimiz kerak bo'ladi. 1 taqsim 2 sinus 2x bo'ladi integrali. Endi formulaga qo'yamiz. U ko'paytirilgan v, ya'ni x ko'paytirilgan 1 taqsim 2 sinus 2x. X ko'paytirilgan sinus 2x taqsim 2 deb yozaman mana. Minus integralda v du. V bizda 1 taqsim 2 sinus 2x. du bo'lsa, mana du bo'lsa bizda dx. Xo'sh, sinus 2x taqsim 2 minus sinusdan olingan boshlang'ich minus kosinus bo'ladi, shuning uchun bu plus bo'ladi. Kosinus 2x taqsim 2 taqsim 2 4. Mana shunga teng bo'ldi. Demak, yuqorida mana bu 1 taqsim 2 bilan boshlangan integralga biz x ko'paytirilgan sinus 2x taqsim 2 plus kosinus 2x taqsim 4 deb yozib olamiz. Endi chegaralarni qo'yib hisoblashimiz kerak. Chegara pi taqsim 12 dan pi taqsim 4 gacha. Pi taqsim 4 ni qo'yamiz birinchi navbatda. Pi taqsim 4 ni qo'yadigan bo'lsak, mana shu joyda hisoblab qo'yamiz. Pi taqsim 4. Demak, bu pi kvadrat taqsim 4 ni kvadrati 16, bu 4 bilan 64 bo'ladi. Plus bir taqsim 2 pi taqsim 4, mana bu axirga tushadigan bo'lsa 8 bo'ladi. Ko'paytirilgan sinus 2x pi taqsim 2, pi taqsim 2 da 1 sinus, shuning uchun o'zi qoladi. Plus mana shu joyda plus, endi kosinus 2x ga qo'yamiz. Pi taqsim 2 bo'ladi, 0 bo'ladi. Plus 0. Bundan ayiramiz. Quyi chegarani. Pi kvadrat taqsim 144 4 bilan, demak 144 ni 4 ga ko'paytirishimiz kerak. 144 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, besh yuz yetmish olti. Bu joydan xavfga olamiz to'liq. Shunda keyin plus 1 taqsim 2
mana bu joyga o'rniga qo'yadigan bo'lsak pi taqsim 24, sinusni o'rniga qo'yadigan bo'lsak pi taqsim 6 bo'ladi. Unda 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Plus kosinusda bo'lsa pi taqsim 6 da ilzosti 3 taqsim 2 bo'ladi. Taqsim 4 bilan ilzostida 3 taqsim 8 degan. Endi buni soddalashtiradigan bo'lsak, xo'sh, endi soddalashtirishimiz kerak bo'ladi. Pi kvadrat taqsim 64 plus mana bu pi taqsim 16 bo'ladi. Minus pi kvadrat taqsim 576 minus bu joyda pi taqsim 4 bo'lsa 4 kare 24 96 plus ilzosti 3 taqsim 16 ilzosti 3 taqsim 16 teng. Xo'sh, buni soddalashtiradigan bo'lsak, oxir oqibat pi kvadrat taqsim 72 plus 5 pi taqsim 96 plus ilzosti 3 taqsim 16 ga teng bo'ladi. Mana shu oxirgi javobimiz. Demak, bu javob bu javobga to'g'ri kelar ekan, faqat bizda oxirgi ifodamiz plus bo'lyapti. Mana shu joyda mana bu minus o'rnida plus bo'lishi kerak. Shunda to'g'ri keladi. Javob. Xo'sh, 7-savol. Tenglamalar sistemasi nechta haqiqiy yechimga ega? Aynan bir xil ifodalar. X demak bunday. Xo'sh, demak biz bu savolni proporsiya usulidan foydalanib ko'paytira olamiz. 2x plus 2x y kvadrat teng y bo'ladi. Ikkinchisida 2y plus 2y x kvadrat teng bo'ladi x ga. Sistema pastdan tepani ayirib olsak, 2 xosini tashqariga olib chiqamiz. Y minus x minus 2x y xosini tashqariga olib chiqamiz. Bunda ham y minus x bo'ladi. Teng bo'ladi minus y minus x ga. Endi y minus x bilan qisqartirib olsak bo'ladi. Faqat 0 ga teng deb yechim olib qo'yamiz. 2 minus 2x y teng minus 1 bo'ladi. Bu degani 2x y teng 3 ga degani. Bu ikkinchi ma'lumot. Bizda y teng x birinchisi, bu degani o'rniga qo'yishimiz mumkin. 2y mana x o'rniga y qo'yadigan bo'lsak, teng y taqsim 1 plus y kvadrat bo'ladi. Xo'sh, y'larni qisqartiramiz. Y teng 0 degan yechim bor bizda. Bunda x ham teng 0 bo'ladi. 0 va 0 birinchi yechimimiz. Qolganini proporsiya qilsa 2 plus 2y kvadrat teng 1. 2y kvadrat teng minus 1. Bu bo'sh to'plam. Ikkinchi holatda x teng 3 taqsim 2y bo'ladi. X ni o'rniga 3 taqsim 2y qo'yadigan bo'lsak, ikkilar qisqarib 3 taqsim y teng bo'ladi. Y taqsim 1 plus y kvadratga proporsiya 3 plus 3 y kvadrat teng bo'ladi y kvadratga. Y kvadratimiz 2y kvadratimiz bunda teng bo'lar ekan minus 3 ga. Bu ham bo'sh to'plam. Demak, bizda bitta yechim chiqdi. Javob A.
Xo'sh, keyingi savol. Ifodani soddalashtiring. Mahraj bersak, buni a plus 1 ga, buni a minus 1 ga ko'paytirsak, a kvadrat mana to'la kvadrat bo'ladi. A kvadrat plus 2a plus 1 minus minusligi a kvadrat plus 2a minus 1 bo'ladi. Xo'sh, buni a kvadrat minus 1 ga ko'paytiramiz mahraj berish uchun. Shunda plus 4a kvadrat, 4a ni kubi minus 4a bo'ladi. Taqsim a kvadrat minus 1 ko'paytirilgan. Mana bunga mahraj beradigan bo'lsak, a kvadrat plus 1 taqsim a kvadrat bo'ladi. Xo'sh, endi bu mana bu a kvadratlar qisqarib ketadi. 2a lar 4a bo'ladi. Minus 4a bilan qisqarib ketadi. Minus 1 plus 1 lar qisqarib ketadi. 4a kub taqsim a kvadrat minus 1 ko'paytirilgan a kvadrat plus 1 taqsim a kvadrat qoladi. A kvadrat bilan bu qisqaradi. Shunda bizda 4a ko'paygan a kvadrat plus 1 taqsim a kvadrat minus 1 ifoda qoladi. Va bu buni B javobimizga to'g'ri kelyapti. Xo'sh, 9-chi savolimiz bo'lsa, sin sek alfa minus kosin sek alfani bizga berilgan ifodani kvadratga oshira oladigan bo'lsak, sinus kvadrat alfa plus 2 sinus alfa ko'paytirilgan kosinus alfa plus kosinus kvadrat alfa teng bo'ladi 1 taqsim 13 ga. Endi mana bu 1 ni beradi bizda va bu bo'lsa sinus 2 alfa ga teng. Sinus 2 alfa teng bo'ladi 1 taqsim 13 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak, minus 1 taqsim minus 12 taqsim 13 bo'ladi. Xo'sh, sinus 2 alfamiz minus 12 taqsim 13 ekan. Alfa bizda minus 1 taqsim 4 0 oralig'ida. Endi kosinus 2 alfa minus 12 taqsim 13 bo'lsa, sinus 2 alfamiz kosinus 2 alfa nimaga teng? Uchburchak usulidan foydalanamiz. To'g'ri, burchakli uchburchak usulidan. Mana bu burchagimiz 2 alfa bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, sinus 12 taqsim 13 bo'lsa, bu 12, bu 13 bo'ladi. Unda ikkinchi katet 5 bo'ladi. Bu sinus 2 alfa 5 taqsim 13 bo'ladi. Musbat bo'ladi, sababi 4-chorakda joylashgan alfa burchagimiz. Endi ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsak, minus 12 taqsim 13 plus 5 taqsim 13 bo'ladi. Teng minus 7 taqsim 13 ga. Bu javob. Xo'sh, 10-chi tenglamani yeching. Hop, bu savolda besh sinus 4-chi darajada x plus sinus kvadrat x teng bo'ladi. Mana bu 1 minus sinus kvadrat x ning kvadrati deb yozsak bo'ladi. Shunda bizda 5 sinus 4-chi darajada x plus sinus kvadrat x teng bo'ladi 1 minus 2 sinus kvadrat x plus sinus 4-chi darajada x. Endi belgilash kiritamiz. Sinus kvadrat x ni t deymiz. Shunda bizda 5 t kvadrat plus t teng bo'ladi 1 minus 2 t plus t ni kvadrati. Barchasini bitta tarafga olib o'tadigan bo'lsak, 4 t kvadrat plus 3 t
t minus 1 teng bo'ladi 0 ga. Endi kvadrat tenglamay ildizlarni topamiz. Ildizlari t1 teskari yetdan foydalanadigan bo'lsak, minus 4 taqsim 4 t2 bizda 1 taqsim 4 bo'ladi. t1 minus 1, ya'ni t bizda nima edi? Sinus kvadrat x teng minus 1 bo'lyapti. Bu bo'sh to'plam, nimanidir kvadrat manfiy songa teng bo'lmaydi. Sinus kvadrat x teng 1 taqsim 4. Ildiz oladigan bo'lsak, mana bu ildizdan modulda sinus x chiqadi, teng bo'ladi 1 taqsim 2 ga. Endi bu degani sinus x'imiz teng 1 taqsim 2 ga, sinus x'imiz teng minus 1 taqsim 2 ga. Xo'sh, x'imiz teng bo'ladi unda pi taqsim 6 plus 2 pi n bitta javob. Bittasi 5 pi taqsim 6 plus 2 pi n. Minusligida x teng minus pi taqsim 6 plus 2 pi n. İkincisi minus 5 pi taqsim 6 plus 2 pi n. Yoki buni yechimlarini birlik aylanada tekshiradigan bo'lsak, mana bitta yechimimiz pi taqsim 6, bittasi 5 pi taqsim 6, ikkinchisi minus pi taqsim 6, keyingisi minus 5 pi taqsim 6 ga teng bo'ladi. Endi buni aytishimiz mumkin. Mana bu pi taqsim 6 ga pi ni qo'shadigan bo'lsak, bizda 5 pi taqsim 6 ga keladi. Pi taqsim 6 ga pi ni qo'shadigan bo'lsak, minus 5 pi taqsim 6 ga keladi. Umumiy javoblarni plus minus pi taqsim 6 plus pi n orqali ifodalasak bo'ladi. Javobimiz B. Hop, 11-savol. X kamayuvchi geometrik progressiya uchun quyidagilar berilgan. Birinchi xatini topishimiz kerak ekan. Demak, B2 B1 ko'paytirilgan Q teng 3 deymiz. Q 1 taqsim 2 dan kattaligi bor va S bizda B1 taqsim 1 minus Q formula orqali hisoblanadi. Bu 16 ga teng ekan. Endi B1 ni o'rniga mana bu joydan 3 taqsim Q ni qo'yib hisoblasak bo'ladi. Yoki bizga birinchi xatda kerak ekan, Q ni o'rniga 3 taqsim B1 ni qo'ysak bo'ladi. Shunda bizda B1 taqsim 1 minus Q ni o'rniga 3 taqsim B1 ni qo'yamiz, teng bo'ladi 16 ga. Maxraj beradigan bo'lsak, B1 ni kvadrati taqsim B1 minus 3 teng bo'ladi 16 ga. Proporsiyadan foydalanamiz. B1 ni kvadrati teng 16, B1 minus 48. B1 ni kvadrati minus 16 B1 plus 48 teng 0. Endi bu joydan 16 bo'ladigan bo'lsa, ko'paytmasi 48. B1 teng bo'ladi 16 plus minus ildiz ostida 16 ni kvadrati 256 bo'ladi, minus 4 ko'paytirilgan 48 taqsim 2. 16 plus minus 256 dan 4 kerak, 48 ayirishimiz kerak. Demak, 64 bo'ladi. 64 bo'ladi, undan 8 chiqadi. Taqsim 2. Shunda 24 taqsim 2 12, 12 bilan 4. 12 bilan 4. 12 bilan 4 bo'ladigan bo'lsa, B1 endi qaysi javobni tanlaymiz degan savol bo'ladi bu yerda. Uni Q ga qarab tanlaymiz. Q bizda nimaga teng edi?
B1 ko'paygan. Mana shu yerda yozaman. Bu bizda 3 taqsim B1 ga teng. 12 ni qo'yadigan bo'lsak bizda 3 taqsim 12 1 taqsim 4 bo'ladi. 4 ni qo'yadigan bo'lsak 3 taqsim 4 bo'ladi. Endi quni 1 taqsim 2 dan kattaligini aytgan. 1 taqsim 4 1 taqsim 2 dan katta emas. Shuning uchun bizda mana bu 12 degan javobimiz to'g'ri kelmaydi. B2 mana bu yerda B2 deganim bizda kvadrat tenglama uchun ildizlar hisoblangani uchun aslida bu B1 birinchi xat. To'g'ri javobi bo'ladi va bu A da. 12-savol. Bir guruh do'stlar choyxonada uchrashdi va umumiy hisob 120 ming so'm bo'ldi. Ular pulni o'zaro teng taqsimlab to'lashga kelishdi. Biroq ulardan 3 kishida pul yo'qligi ma'lum bo'lgach, qolganlar rejalashtirilgandan 40 ming so'm ortiqcha to'lashga majbur bo'lishdi. Do'stlar sonini toping degan. Xo'p, demak, bizda qandaydir x kishi y so'mdan pul berish kerak va umumiy 120 ming so'm bo'lishi kerak bu. Endi 3 kishini, ya'ni x kishidan 3 kishi pul to'lamaydigan bo'ldi, 3 ni ayiramiz. Endi summa ham 40 mingga ortadigan bo'ldi. Y plus 40 bo'ladi. Teng hali ham o'sha 120. Mana tengdama. X y 120 bo'ladigan bo'lsa, buni ko'paytirib chiqamiz. Ko'paytiradigan bo'lsak, xo'sh, x y plus 40 x minus 3y minus 120 teng 120 bo'ladi. Endi mana bu x y ham yuqorida 120, bu bilan minus 120 qisqarib ketadi. 40 x minus 3y teng 120 bo'lib qoladi. Endi yuqoridagi ko'paytmadan x ni topib oladigan bo'lsak, 120 taqsim y degani. X ni o'rniga mana shu ifodani qo'yamiz. 40 ko'paytirilgan 120 taqsim y minus 3y teng 120. Mahraj beramiz, ko'paytiramiz. 40 ko'paytirilgan 120 minus 3y kvadrat teng 120 bo'ladi taqsim y. Xo'sh, mana bu joyda 40 ko'paytirilgan 120 minus 3y kvadrat teng 120 y ga. Endi 3y kvadrat minus yo plus 120 y bitta tomonga o'tadigan bo'lsa, minus 40 ko'paytirilgan 120 teng 0. 3 ga qisqartiradigan bo'lsa, y kvadrat plus 40y minus 40 ko'paytirilgan 40. 3 ga qisqartirsak teng 0. Endi bu 160 bo'ladi. Yig'indisi minus 40. Ko'paytmasi 160 bo'lgan sonlarni topishimiz kerak. Bu demak, xo'sh, demak, bunda javoblarimiz minus 20 plus 20 ilzosida 5, minus 20 minus 20 ilzosida 5 javoblari chiqyapti. Endi e'tibor bersanglar, bu qanchadan to'lash kerakligi, ya'ni bu pul miqdori edi. Pul miqdorini musbat qiymatini olamiz. Mana bu qiymatni. Endi bu pul miqdori to'g'ridan to'g'ri mana bu do'stlar soniga ham ta'sir qilgani uchun butun sonda yechim hisoblanadi. Butun sonda oladigan bo'lsak, mana bu 20 ilzosida 5 degani taqriban 40 dan kattaroq son. 40 deb olganimizda minus 20 bo'lsa 20 bo'ladi. Bu holatda bo'lsa 20 ko'paytirilgan x teng 120. Ximiz 6 chiqadi. Ya'ni do'stlar 6 kishini tashkil qilgan. 13-si ABCD to'g'ri to'rtburchakda AD tomonning o'rtasi bo'lgan K nuqtadan
BM kesmaga perpendikulyar qilib KN kesma o'tkazilgan. Mana bu perpendikulyar. Agar AK3, KN2 va SM2 yarim bo'lsa, ushbu ABCD to'g'ri to'rtburchakning yuzini toping degan. AD tomonning o'rtasi K nuqta. Mana bu tomon teng. Xo'sh, bu ham perpendikulyar bo'ladigan bo'lsa, yuzani hisoblashimiz kerak. AK3 demak bizda bu ham 3 ga teng. O'rtasi bo'lgani uchun mana bu 6 bo'ladi. Bu 6 bo'ladigan bo'lsa, bu 2,5. Mana bu qism yuzasini topishimiz mumkin. To'g'ri burchakli uchburchakni. Xo'sh, ikkinchi tomonda bo'lsa, mana bu kesma o'rta perpendikulyari. Kesma o'rta perpendikulyaridan foydalanadigan bo'lsak, kesmani uchlarigacha bo'lgan masofalar. Yo'q, bu kesma o'rta perpendikulyarimiz. Xo'sh, mana bu yuzi 6 ko'paytirilgan 2,5 5 taqsim 2 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, taqsim 4 bo'ladi. Endi ikkinchi qism trapetsiyadan iborat. Buni x desak, mana bu 2,5 plus x bo'ladigan bo'lsa, balandlik 6 bor bizda. K nuqtadan kesmalar o'tkazib oladigan bo'lsak, bizda yana 4 ta to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lgan. Bu 2 ga teng. Mana bu uzunlikni topib, mana bu joydagi S yuzani ham hisoblashimiz mumkin. Va bizda undan tashqari ikkita to'g'ri burchakli uchburchak bor mana. Bu yuzalarni ham hisoblashimiz kerak bo'ladi. Endi xo'sh, demak bizda mana shu trapetsiyamiz ABMT trapetsiyamizda xossamiz bor. Mana bu S1, S2 yuzi yig'indisi, mana bu katta S yuzi yig'indisiga teng. Bu S yuzi yig'indisi to'g'ri burchakli uchburchakdan BM kesmani topadigan bo'lsak, 6,5 bo'ladi. 6,5 ni 2 ga ko'paytirib 2 ga bo'lishim kerak. Bunaqa yuzadan 2 ta bo'lgani uchun 2 ga bo'lmayman, unga qo'shishimiz kerak. 6 ni 2,5 ga ko'paytirib 4 ga bo'lganimizni. Demak bu 7,5 bo'ladi. Bunda bizda 20,5 yechimi kelib chiqadi. Javob C. 14-si ayirmani oxirgi raqamini toping degan. Demak, takrorlanish davriga borib taqaladi. Mana 7. 7 ni 2028-si. Takrorlanish davri 7 uchun 4 dedi. 4 ga bo'lamiz. Qoldiq topamiz. Qoldiq 0 ekan. Qoldiq 0 bo'ladigan bo'lsa, 7 ni 4-si hisoblanadi. 7 ni 4-si, mana 7 ni birinchisi bizda 7. 7 ni 2-si 49. 49 kara 49 bu 7 ni 4-si degani. 9 kara 9 81, 1 bilan tugaydi. Demak, mana bu son oxirgi raqami 1 bilan tugaydi bizda. -9 ni toq darajasi o'zi bilan juft darajasi 1 bilan tugaydi. Bizda bu 9 bilan tugaydi. 1 bilan tugagan sondan 9 bilan tugagan sonni ayiradigan bo'lsak, 2 bilan tugaydigan son qoladi. Xo'sh, 15-si integralni hisoblang. Demak, bu integral bizda differensialga kirish usuli bilan ishlanadi. 1/6
mana sinus x ni differensialga olib kiradigan bo'lsak, bizda minus ishorani va ildizdagi 1/2 ni integral belgisidan tashqariga olib chiqib qo'yaman. Shunda bizda ln cosinus x d cosinus x taqsim cosinus x ko'rinishiga ega bo'lamiz. Minus 1/2 integralda cosinus x mana bu misolni belgilash kiritish orqali ishlasak bo'ladi. ln t taqsim t dt. 1/t ni ham differensialga olib kirsak, t bo'yicha ln t d ln t ko'rinishiga ega bo'lamiz. Buni yana belgilasak, minus 1/2 integralda 0 dan pi taqsim 6 gacha a d a deb ifodalaydigan bo'lsak, bu minus 1/2 a kvadrat taqsim 2 ko'rinishiga kelib qoladi. Endi bu degani minus a kvadrat, ya'ni a nima bizda ln t edi, t nima ln cosinus edi. ln cosinus ln kvadrat cosinus x taqsim 4 bo'ladi. 0 dan pi taqsim 6 gacha. Chegarani qo'yadigan bo'lsak, minus 1/4 ln kvadrat ildizi 3 taqsim 2 bo'ladi. Umumiy yechim. Xo'sh, bizda bu yechim S javobda berilgan. 16-savolimiz yana integral. Bu integralni daraja ko'rinishida yozib olamiz. 3x plus 4 ni minus 4-si dx 3x plus 4 ni minus 3-si taqsim minus 3 minus 2 dan minus 1 gacha bo'ladi. Taqsim minus 3 yana 3 ga bo'lib qo'yishimiz kerak murakkablik bo'lgani uchun. Mana bu joyda. Minus 1 ni qo'yadigan bo'lsak, bizda 1 bo'ladi. 1 ni minus 3-si 1 degani. Shunda 1 taqsim minus 9 minus 2 ni qo'yadigan bo'lsak, minus 2 bo'ladi. Mana bu minus bilan plus bo'ladi. Minus 2 ni 3-si yana minus bo'ladi. Shuning uchun bizda 1 taqsim 72 bo'ladi. Mana buni 8 ko'paytiraman. 8 ko'paytirsam minus 8 plus minus 8 taqsim 72 plus bir taqsim 72 bo'ladi. Bu minus 7 taqsim 72 degani. Joy hisoblashni tekshirib olamiz. Minus 1 ni qo'ysak, 1 taqsim minus 9 minus bu minus bilan plus bo'ladi. Keyin yana minus bo'ladi. Mana bu joyda ham minus bo'ladi. O'zi formulada minus bor. Keyin maxrajda minus bor. Yana plus bo'ladi. Keyin minus 2 ni qo'yadigan bo'lsak, minus 6 minus 2 minus 2 ni 3-si yana minus bo'ladi. Shunda minus 1 taqsim 72. Mana minus 8 ni minus 8 minus 1 minus 9 degani minus 9 taqsim 72. Bu minus 1 taqsim 8 degani. Lekin bu javob ham berilmagan ekan. Javobimiz minus 1 taqsim 8 ga teng bo'ladi. 16, 17. 4 sinus kvadrat x plus cosinus kvadrat x minus 3 sinus x katta 1 dan tenglik butun sonli yechimga ega emas. Nechta butun sonli yechimga ega emas. Demak, buni sinus kvadrat x plus cosinus kvadrat x birligidan foydalanib 4 ta sinus kvadratdan bitta sinus kvadratni olib cosinus bilan sherik qilaman, 1 bo'ladi. Va bizda 3 ta sinus kvadrat x minus 3 sinus x
birlar qisqarib ketadigan bo'lsa, katta noldan ifodaga ega bo'lamiz. 3 ga qisqartirib olsak bo'ladi va belgilash kirsak a kvadrat minus a katta noldan ifodasini ko'rishimiz mumkin. Qavsdan tashqariga a ni olib chiqamiz va son o'qida 0 va 1 nuqtalarini belgilab olamiz. Mana 0 dan katta yechimlar. Demak, bizda a kichkina bo'lishi kerak 0 dan yoki a katta bo'lishi kerak 1 dan. Bu degani sinus x imiz kichkina bo'lishi kerak 0 dan. Sinus x imiz katta bo'lishi kerak 1 dan. Bu bo'sh to'plam. Mana buni 0 dan kichkina bo'lgan qiymatini ishlaydigan bo'lsak, nechta butun sonli yechimga ega emas. O'zi bizda mana bu oraliqda yechimga ega emas bo'ladi. Ya'ni 0 dan katta sinus x kichkina 1 dan bo'lgan qismi. Bu demak birli aylanadi. Birdan kichkina 0 dan katta bo'lgan yoy mana birinchi ikkinchi orayda bo'ladi sinus uchun. Mana shu joyda yechimga ega bo'lmagan oraliqni ko'rib chiqmoqdamiz. Xo'sh, bu joyda nechta butun sonli yechimga ega degan x uchun. Butun sonli yechimga ega emas. Xo'p, birdan kichkina 1 kirmaydi, birdan katta 0 ta butun yechim chiqmadi bu oraliqda, shuning uchun hop d bo'ladi. 18-ni hisoblang. Demak, bu joyda 48 ni 16 kere 3 deb yozib olamiz va 16 dan 4 chiqadi. 4 ilzosida 3 bo'ladi plus 75 25 ilzosida 3 bo'lsa 5 ilzosida 3 bo'ladi minus 6 ilzosida 3 bo'ladi. Taqsim ilzosida 3. Xo'sh, bu degani 9 3 ilzosida 3 taqsim ilzosida 3 bo'ladi. Shunda bu 3. Javob. Xo'sh, 19-savol. Agar m va n natural sonlar bo'lib, tenglik o'rinli bo'lsa, m plus n ifodasining eng katta qiymatini toping degan. Demak, natural son m 7 ga karrali son bo'lishi kerak uning uchun. N bo'lsa, n plus 1 4 ga karrali bo'lishi kerak. Shunda eng katta qiymatni hisoblasak bo'ladi. Xo'p, m agar 7 bo'ladigan bo'lsa, unda n bizda 3 bo'lishi kerak. Shunda nisbat to'g'ri bo'ladi. M bizda 14 bo'ladigan bo'lsa, bu 2 bo'lishi kerak. M 14 bo'ladigan bo'lsa, n 1 bo'lishi kerak. Shunda nisbat teng bo'ladi. Bunday holda 15. Lekin bu ham eng katta qiymat emas. Xo'sh, demak, m bizda 1 bo'lgan vaqt ham bor. M 1 bo'lganda 27 ga teng bo'ladi. Mana shu qiymatni ko'rib chiqsak bo'ladi. Eng kattasi shunda m plus n teng 28 ga teng bo'ladi. Javob D. Xo'sh, 20-savolimiz ilzli ifoda. Ostida bu savolda 2023 belgilab olsak a deb 2017 bizda a minus 6 bo'ladi. A ga bog'lamoqsak. Shunda ko'paytirsak a kvadrat minus 6a plus 9 bo'ladi. Bu a minus 3 ni kvadrati degani. Endi a ni 2023ligini bilgan holatda a minus 3 ni ildizidan chiqarishimiz mumkin. A bizda 2023 minus 3 bo'ladi. 2020 natijasi chiqadi.
21 savol tengsizlikni yeching. Demak, bu tengsizligimizni soddalashtiradigan bo'lsak, modulda 2x minus 7 taqsim x minus 3 minus 3 minus modulda x taqsim x minus 3 katta yoki teng 0 dan. Endi makhrajda yozishimiz mumkin. Minus 3 bu minus bilan plus modulda x taqsim x minus 3 bo'ladi, katta yoki teng 0 dan. Yechimlardan foydalansak bo'ladi. 3,5 dan 9 gacha ekan. B javobda 3 dan 9 gacha ekan. C javobda 3,5 dan x'likgacha. Endi bu holatda 3,5 ni qo'yib tekshirib ko'radigan bo'lsak, 3,5 qo'ysak bu joyda 0 bo'ladi. Mana bu 3,5 surat 1 taqsim 2 bo'ladi. 3,5 da vaqtgacha 1 taqsim 2 bo'ladi. 1 taqsim 2 taqsim 1 taqsim 2 bu 1. 0 dan katta yoki teng to'g'ri keladi. Demak, 3,5 yechim. Hozir bizda B javob va qolgan javoblarni farqlash uchun faqat D javob chiqib ketdi bizda. Endi qaysi sonni qo'yib tekshirsak bo'ladi? 9 ni qo'yib tekshirsak, C javobdan ham qutulamiz yoki to'g'ridan to'g'ri C javob yechimligini bilib olamiz. 9 ni qo'ysak 18 11 bo'ladi. 11 minus 3 plus 9 taqsim 6 bo'ladi, katta yoki teng 0 dan. Xo'sh, bu musbat 0 dan katta. Javob to'g'ri. C javobdan ham. C javobda ham 9 bor. Endi ikkalasidan ajratib olish uchun 3,5 3. Xo'sh. Uch butun ikki javobini qo'yib ko'rsak bo'ladi. 3 butun ikki javobini qo'ysak 6,4 minus 7 bu 0,6 bo'ladi. 0,6 minus 3 plus 3,4 taqsim 3,4 dan 3 ni ayiradigan bo'lsak 0,4 bo'ladi. Katta yoki teng 0 dan. 3,4 0,6 bilan 4 bo'ladi. 4 dan 3 ayirsak 1 taqsim 0,4 degani 1 dan katta, 0 dan katta son bo'ladi. Bu to'g'ri keladi yechimga. Demak, javob B. 3,4 C va A javoblarida yo'q. 22-savol. ABCda teng yonli trapetsiya aylana ichga chizilgan. Agar trapetsiyaning asoslari BC 4, AD 16 bo'lsa, ichga chizilganlar radiusini toping degan. Xo'sh, demak bizda teng yonli trapetsiya. Aylana ichga chizilgan, 4 asoslari 16, ichga aylana chizish sharti bor bizda. Qarama-qarshi tomonlar yig'indisi teng bo'lishi kerak. 4 ga 16 ni qo'ysam, yon tomonlar yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Yon tomonlari bizda 10 ga teng bo'ladi. Mana bu aylananing diametri, balandlik vazifasida kelgan. To'g'riburchakli uchburchak yuqorida ko'rdik. Mana bu qism asoslar ayirmasining yarimaga teng bo'ladi, 6 bo'ladi. Unda balandligimiz 8 bo'ladi to'g'riburchakli uchburchakda. Ichga chizilganlar radiusi bo'lsa 4 ga teng bo'ladi. Javob C. Xo'sh, 22 savol dalillarni ko'rib chiqdik.